Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan Bodringo Pomidoros. Bugun pH metr haqida gaplashamiz. Siz birinchi ochrat bu videoni dehqonchi va parnikchi akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Qani ketdi u. pH metr. pH metrimiz 2-3 xil hisobda bo'ladi. Mana bu 2 xil varianti birdaniga suvga tiqilib o'lchadigan variant. Bizda hammasi suvga tiqiladi-yu, nima deyapsan? Biz tashqari yana boshqa xili ham bor. Mana. Endi buni olganimizdan keyin kalibrovka qilishimiz kerak bo'ladi. Kalibrovkani O'zbekistonda, ya'ni o'zimizni mana shu davlatimizda hech kim o'rgatmaydi. Birovdan so'rasangiz olib qochadi, falon qiladi. Borib berib keting, men o'zim yasab beraman. Qarashu bunday falon qismadan, qarashu telefon orqali bir chiroyli tushuntirib ham bermaydi. U telefon orqali ham men любой kishiga tushuntirib berishim mumkin. Biroq so'rasa agar, lekin biroq kishi na video chiqargan, na so'rasangiz o'rgatmaydi. O'zimiz tomonda ham shu ahvol. Ko'p kishi sarson sargardon. Xullas, pH metrda mana bunaqa dorilar chiqadi mana. 918 6.86 4.01. Bular nima qiladi? Bularning vazifasi o'sha suv darajasini to'g'irlatib, boyagi pH metrini to'g'irlab qo'yadi. pH metrlar mana bu holatda bo'ladi. Bu pH metrimizni ust qavatini ochsangiz, mana 3 ta batareykasi bor va undan tashqari mana bu yerda buragichi bor. Bu bilan mana bu narsa bilan buraymiz. Hozir buni ham aytib o'taman. Bodringo Pomidoros Potatoes. Mana bunda ham xuddi shunday. Faqat bunda buragichi yo'q. Buni mana bu tarzda to'g'irlaymiz. Mana buni bosib. Yana bu yerni aytib o'taman. Mana bu pH metrimiz. Buni buragichi mana bu yerda ekan. Bir xillarda buragich bor, bir xillarda buragich yo'q. Endi biz nima qilamiz? Har bitta mana bu dorimizda aytib qo'yilgan suvimiz 250 ml suv bo'lishi kerak. Bu degani 250 gram. Ya'ni mana katta shpritsda o'lchab solsak maqsadga muvofiq yoki bunda ham bo'ladi, shishachalar bo'ladi, o'zida markasi yozilgan va suvimizni gradusi 25 gradus bo'lishi kerak. 25 gradus. Sizdan chiqmasin. Xo'sh, shuning uchun biz bunaqa gradusnik olib qo'yganmiz. Qoplarda suvimiz bor. Bu suvlar distillangan, ya'ni filtrdan o'tkazib qaynatilgan suv hisoblanadi. Termometr va suv. Sanchi qilganimni ko'tingga tiqding! Sanchi qilganimni ko'tingga tiqding! Suvimiz. Shunda necha bo'lyapti? In. Out. 47 gradus ekan. Bu slishkim issiq degani. Mana out deb yozilgani 47.6. Bu bo'lmaydi. Buning uchun biz sovuq suv ishlatamizda keyin buni ko'ramiz. Har bitta stakanga 50 gramdan 250 gramdan 50 gramdan 250 milligram bo'lishi uchun hisob chiqamiz. Va ikkinchisi 100 Xo'sh, biz nima qildik? Hozir 200 gramdan suv solib chiqdik. Undan tashqari issiq suvni solib chiqdim. Issiq suvimiz 40 gradus bo'ldi va shunda men yana filtrdan o'tkazilgan oddiy suvni, yaxtak suvni, sovuq suvni olib, yana obratno 150 gram solganimni ustiga solib dabaf qilib 200 gram 200 ml suv qildim. O'shanda bizda ko'rsatyapti suv gradusi 37.3. Temperaturasi baland. Bunga paracetamol berish kerak. Paracetamol berish uchun yana sovuq suvdan 50 gramdan beryapman. Filtrlangan suv bo'lishi kerak, iloji boricha. Filtrlangan suvlar qayerda bo'ladi deb so'rasangiz, Nestle suvi, Hydrolite suvi, xullas ana shu suvlar hammasi filtrlangan suv hisoblanadi. Yoki
hozir shunaqa nollar chiqqan. Bunaqa suvlar chiqqan, idishlar chiqqan. Ichida mana filtr bor, suv solasiz, suv filtrlanadi. Filtrlangan suv toza suv hisoblanadi. Bizda hozir gradus 34.6. Endi buni sovutish kerak. Sovutmasa bo'lmaydi. Sovutishimiz qanaqa bo'ladi? Mana 25 gradusgacha yozib qo'ydi. 25 gradusgacha sovutish kerak. Keyin har bitta bokalimizda iloji boricha bokalimizda iloji boricha tushuninglar, mana bu qizilini mana bunga qo'yamiz. Yashilini bunga, ko'pini bunga. Nimaga aynan yashil, ko'p, qizil deb aytsanizga, birinchi pHimiz 4.01 dan boshlangan. O'shaning uchun pastdan boshlab kelamiz. Tuzni pastidan hisoblaymiz. Ikkinchisi 6.86. O'sha tuzi baland bo'lyapti. Undan keyin o'sha 9.18. O'shanga qarab tuzimizni aniqlab olamiz. Tuzimizni pastdan tepaga qarab ketishimiz kerak bo'ladi. Bir xil pH metrlarda ikki xil chiqadi. Ikki xil bilan ham qilaverasiz. Sizda nechta chiqsa, menda 3 ta chiqdi. Bir xillarda 4 ta chiqadi. Mana shunga qarab ketaveradi bu yog'i. Xo'sh, bizda o'zi gradusimiz 33.8. Tutamiz 25 gradus bo'lguncha. Uning uchun biz nima qilishimiz kerak? Aralashtirsak bo'ladi. Aralashtirish uchun qoshiqcha kerak. Qoshiqcha qayda? Qoshiqcha u tomonda olib kelish kerak. Vaqt yo'q. Boshqa narsa bilan qilish kerak. Ha, mana bu bilan qilamiz. Xullas og'aynilar, meni sabrim chidamadi. Boyagi issiq suvni solib ustidan sovuq suv soldim. Gradus 30 necha ketdi-ku. Uni to sovutaman deb yoshim 30 dan oshib qolgan, qarib ketishni xohlamadim. Yana avratni yasashni boshladim. Ayni damda hozir sovuq suv solyapman va oxirida issiq suv solib gradusini 25 qilib olaman. Bu 4 bo'ldi. Sizlarga gapiraverib, bu yog'ini adashib ketdim. Bu iliq suv ekan, hay. Hisob qilingchi. Hop. Zaps ketyaptimi o'zi? milligram bo'ldi. Shunda bizda suvimiz 24.2. Endi issiq suv kerak edi. Obbo, sarson qildik bu. Yo'q, 27 bo'ldi. Xo'sh, 27 gradus bo'lyapti suvimiz. Apparatni qaytarib olamiz. Sovuq suvga solib, apparatni solsak agar 25 bo'lishi kerak. Xullas suvni 25 gradus qilib olsak yaxshi-da, o'zimizga yaxshi. Chistlik kitobiy bo'ladi, kitobda yozilganday bo'ladi. Gradusimiz 27.1. Paracetamol ta'sir qilmayapti. Xo'sh, bu yerda issiq suvimiz, bu yerda sovuq suv 26.6. Yana bitta almashtirib chiqsak agar 25 bo'ladi. Yo'q. Bitta sovuq suv qo'shaylik ozgina. Gradusni 25 qilib olsak agar xo'sh, birinchi dozamizni solamiz. Birinchisiga boyaga aytganimdek 4.01 ni soldik. Uni solib bo'lgandan keyin yaxshilab aralashtiramiz. Lobishgacha topilmaydi, ruchka bilan aralashtiramiz. Lobishgacha sovg'a qilasizlarda. Xufiyona. Birinchisi solindi. O'tir qilmaymiz. Ikkinchisi olishimiz kerak. Ikkinchisi almashilib qoldi.
ham solamiz. Ikkinchisiga 6,68 6,86 ekan. Adashib ketdim. Graduslarimiz tushdi. 26 edi. Men solishni boshladim. Solib aralashtirguncha 25 bo'ladi. Suvimizning hajmi 250 mg. 50 gramlik shpris bilan 5 ta soldim. Esdan chiqmasin. Ikkinchisini ham aralashtiramiz. Молодец. Отец. Kimkelar shunaqa suvlarni desam agar bu juda ham sho'r suv, tuzli suv. Bunisini ham solamiz, mana bu bizga kerak emas. Bu ishi bitdi. Bu ham kerak emas. Shahlo ko'zlaring kerak emas, sunbul sochlaring. Qalbim uchun kifoya sening shirin so'zlaring. Defolar, To'g'ri Sodiq aytar edi qo'shiqda. 90-yillar, o'sha paytlar men tug'ilganda. Xo'sh. Uchinchini aralashtiramiz. Buni yoqamiz. Birinchi ochratda turibdi 4,1. 4,1. Solamiz. Solganimizda bizga ko'rsatdi 5,41. 5,41 ko'ryaptimi? Va mana bu tugma tagida mode bor, keyin bitta chiziq tashlagani, drop tashlagani kal yozilgan. Kal degani kalkulyator qilib, kalkulyatsiya qilib bizga 4,01 qilib berish kerak yoki 4,00. Mana shu kal joyini bosib turamiz. Bosib turamiz, qo'yib yuboramiz. Hozir kalkulyatsiya qilyapti. Bizni javob 4,01. Bu degani mana bu son. Mana bu sonimiz to'g'ri kelyapti. Malatsi. Xo'sh, endi har bitta mana shunaqa tuzli suvga solib ko'rganimizda yoki o'sha suvimizni nima deydi, o'lchaganimizdan keyin, любой payti kalibrovkadan keyin va kalibrovka vaqti yana filtrli suv bilan buni chayib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda tuz qolib ketganda, tasavvur qiling, mana shu joyda mana datchiklari bor, mana shu datchiklari orasida tuz qolib ketadi. O'sha tuzni yuvishimiz uchun mana shunaqa suv kerak bo'ladi bizga. Har payt o'lchaganimizdan keyin o'sha mana pisliq bilanmi yoki suv bilanmi mana shunaqa idishlarda filtrlangan suvda chayib olishimiz kerak. Ikkinchi ishimiz 6,86 bo'lishi kerak. Biz o'sha suvga tiqdik va bizga ko'rsatyapti 8,06. Va biz yana boyagi mode drop yonida kal yozilganini yana bosib turamiz. (6,86). To'g'ri. Xo'sh. 6,86 to'g'rilandi. Ikkinchisimizga solamiz. Ikkinchimiz 9,18 bo'lishi kerak. Hozir bizda 11,74 ko'rsatyapti. Kalkulyatsiya qilamiz. 9,18 mana. Do'stlar, 9,18. Kalibrovkamiz bo'ldi bittasi. Hurmatli dehqon akalar, ming bor uzr. Videomiz juda ham cho'zilib ketgani sababli ikkinchi videomizni ham yaqin orada chiqaramiz. Bunaqa ko'p cho'zilishlar bo'lmaydi. Birinchi safariga men qo'yishim sababi bir xodimlar tez anglaydi, bir xodimlar sal astarroq anglaydi. Shuning uchun darslikni cho'zib polni roz ko'rsatishga harakat qildim va undan tashqari Instagramda qo'yish niyatida ham bor edi. O'shaning uchun Instagramimiz platformasi 15 minut ataka 15 minut videoni joylashishimiz mumkin. O'shaning hisobida videomiz cho'zilib ketdi. Ming bor uzr. Tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bilgan akalarga, o'sha dehqonchi va parnakchi shu sohada ishlaydigan akalarga jo'natib qo'yinglar.